Akalar, bugun ko'pchilikni qiynayotgan muammoga xudo xolisa yechim qilamiz. Bu muammo sizning mashinangizda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Konditsioner yoqqan paytingizda, svetoforda to'xtab turib qo'zg'algan paytingizda chig'illab ketadigan ovoz chiqadi. Nexia u Gentra Cobalt-da, ayniqsa Captivalarda ham bo'ladi, Malibu 1larda ham bo'ladi. Okey, qo'zg'aling. Yaxshi, yana bitta. Bo'ladi aka. Okey, buni yechimini bilarmidingiz? Yo'q, bilmasdim. Kompressor almashtirdim, yangi motor qo'ydi. Gaz zapravka qilib, shu 2 kundan beri birinchi skorsda qo'zg'alib turganda chig'illab ketadi, asab buzadigan ovoz. Buni ko'pchilik mana remenni almashtirib ham, generator remenni keyin natijada almashtirib ham muammo hal bo'lmaydi. 1-2 kundan keyin barcha chiqib ketaveradi. Buni 100% javob beraman. Yechimi aynan mana shu shkiv bo'ladi. Eslab qoling, Carvel kompaniyasining Start Volt brendidagi shkiv buni alohida zavod chiqarmagan. Imida bizda hozir alohida shkiv nalichida bor. Va korobkani ochadigan bo'lsangiz, ichidan shkiv chiqadi. Bu yoqqa chiq. Keyin 1 yilga kafolatiga ega bitta bunaqa garantiyali talon chiqadi. Xullas, buni sababi mana qo'limdagi shkiv bo'ladi. Ichi pachinnisi qotib qolganlik hisobiga mana qarang. Mana alohida aylanadi, ko'ryapsiz, ichida pachinnisi bor. Bir yoqqa suv aylanadi, bir yoqqa generator zaryadga berish uchun remen aylantiradi. Mana shkiv qotib qolganlik hisobiga chig'illagan ovoz chiqib ketadi. Xudo xolasa buni almashtiramiz, rezultatlar bilan 100% men javob beraman. Aybi chig'illashi yo'q bo'ladi akalar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz yana ham foydali bo'ladi.